Ushbu tabrigimiz mehribon otajonlarimiz uchun maxsus tayyorlandi. Ko'rib tomosha qiling. Assalomu alaykum. Alaykum. Baxtiyor ota siz bilan bog'landikmi? Rahmat. Xudoga ming qilsin. Otajon, avvalambor bugungi kun tavallud ayyomingiz Allohimga banda Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Otajon, doim qadrdon insonlaringiz vaqtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling, tanajoningiz sog' bo'lsin, hamisha go'zal kunlaringiz, chiroyli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Farzandlar, yaqinlar baxtiga o'zingiz ehtiyot qiling. Otajon, ayni dam ayni fursatlarda biz sizni Yagona tabrik agentligidan bezda qilyapmiz. Katta rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan yaqin insonlaringiz nomidan samimiy tabrik xatlari kelgan. Baxtiyor ota, nima deb o'ylaysiz? Bugun sizni kim tabriklab, xursand qilishni xohlagan otajonim, taxmin qilib ko'ra olasizmi? Endi do'stlarim bor, Xudoga ming qilsin. Bolalarim bor. Farzandlaringizdan qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz? Endi Rossiyadan bor. Rossiyada ismlari kim edi otajon? Ulan bilan mas'ulum bilmaydi. Lutfiya xonim. Yana kim bo'lishlari mumkin? Do'stim. Endi Ziyodulla. Ziyodulla akamiz Rossiyadalar albatta, to'g'rimi? Yo'q, Lutfiya xonim Rossiyadalar. Yana kim Rossiyada bo'ldimi? Bo'ldi shu. Albatta. Uchta o'g'lim bor, ikkita qizim bor. Xudoga ming qilsin. Do'stim bor. Otajon, albatta to'g'ri topdingiz. Bugun sizni tabriklab xursand qiladigan insonlar farzandlaringiz nomidan tabrik xatlari kelgan. Birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingiz, qolaversa Rasul akamiz nomlari, Rahimjon akamiz, Lutfiyaxon opamiz, Nigoraxon opamiz, yangalaringiz Husnigul, Maftunaxon, pochchalaringiz Botirjon, Sirojiddin, jiyanlaringiz Zarina, Ruslan, Baxtbek, Xumora, Mohlaroyim, Farxjon, Rayhona, Muhammad Ali, Muhammad Nur va barcha oila a'zolaringiz nomidan, farzandlaringiz nomidan bizga Zubayr va Sumayya xonlar nomidan tabrik xatlari kelgan. Tabriklayapti Toshkentdan. Qayerdan tabrik qilyapti? Toshkentdan. Toshkentda kim bor? Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Otajon, albatta musofir yurtlardagi barcha yaqinlar hamma nomidan chiroyli tabriknomalar kelgan, farzandlaringiz nomidan. Mana shu farzandlaringiz nomidan kelgan chiroyli tabriknomalarni e'tiboringizga havola qilsam maylimi? Rahmat, mayli. Rahmat, unda diqqat qilasiz otajonim, boshladim. Assalomu alaykum. Qaddi vasta viqorim, duosi hikmat bo'lgan, har safar bo'ylarini ko'rganimda ko'zlarimni quvnatguvchi uyimizning posboni, doimo bizlarni qo'llab-quvvatlab kelguvchi mehribon dadajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin dadajon. Bugungi ulug' ayyomlar munosabati bilan sizga barchasi uchun sizga o'z rahmatlarimizni, tashakkurnomalarimizni aytmoqchimiz. Siz bizga shunday mehribon dada bo'ldingiz, biz hech qachon mehrga zoriqmadik. Bizni qo'limizdan yetaklab marjondek ko'z yoshimiz uchun dunyolarni titratguvchi mehribon zotsiz. Bizlarni mana shunday kunga yetkazganingiz uchun, go'zal tarbiya berganingiz uchun, farzandlik baxtini his qildirganingiz uchun, dunyoda eng baxtli inson bo'lishimizga ko'makchi bo'lganingiz uchun dadajon, barchasi uchun sizga rahmat aytamiz. Dadajonim, hech qachon dard, hasrat ko'rmang. Mana shu aziz boshingiz joynamozlardan o'zga joylarga egilmasin. Doimo ko'chada yurgan vaqtimiz sizga o'xshatishsa qalbimizda mehr, faxr tuyg'usi jo'sh uradi dadajon. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Onam bilan birga qo'sha qaring. Inshaalloh nasib etsa sizlarni umra, haj safarlariga olib borishlik nasib etsin. Dadajon, eng yaxshi kunlarimiz mana shu bugundek bo'lsin. Doim xotirjamlik, qalbingizda iymon, hamisha eng chiroyli go'zal kunlarimiz ko'p bo'lsin. Qatorimiz ko'paysin, kamaymasin. Allohim doimo sizga yaxshiliklarni ato etsin dadajon. Baxtimizga sog' bo'ling. Sizdek dadam borligidan doim faxrlanaman. Ilohim Allohim
Allohim bunaqa yoshlarning ko'pini sizga nasib etsin dadajonim. Balkim biz farzandlar ichida eng yaxshi farzand bo'la olmagandirmiz, lekin siz dadalar ichida eng mehriboni, eng mehnatkashi bo'ldingiz. Dadajon, siz orqangizdan faxrlanib, g'ururlanib yashaymiz. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Sizdek insonning farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun Allohga ming bor shukrlar aytamiz. Dadajon, hayotimizda eng mehribon inson, eng duogo'y insonlarimiz Alloh doim asrasin. Shu qatorda sizni ham Allohim hamisha asrasin. Doim yaxshilik kunlarimizda yonimizda bo'ling. Onam bilan birgalikda boshimizda soyabonimiz bo'ling. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Dadajon, tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Sizni yaxshi ko'rib qolguvchi farzandlaringiz deya tabrik xatlari yakun yasaganlar. Baxtiyor ota, bizni eshityapsizmi? Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hammasi ham shu mendek kunlar nasib qilsin. Rahmat dadajon, mana shu farzandlaringiz nomidan 4ligimiz bor, qabul qilasiz. Rahmat. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga yetkazdirdingiz eng o'zga niyat bilan. Rahmat sizga dada, rahmat sizga. Biz deb yashadingiz o'tkazib umr, boringizga shukr mehribon dadam, qo'lingiz doim tutsin eng mehrli tarovat. Rahmat sizga dada, rahmat sizga dada. Aytmasamda imanib bir bor, mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay eshiting ming bor, dada sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim, mehribonim, baxtim, davlatim, dada sizni yaxshi ko'raman deya tabrik xatlari yakun yasaganlar. Rahmat. Do'stlar bilan o'tirdim, hammasi xursand. Shunchalik rahmat. Rahmat. Otajon, biz sizni ham jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Dunyodagi eng ezgu tilaklarni siz uchun tilab qolamiz. Farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Dunyoda eng baxtli inson albatta farzandlaringiz, chunki sizdek mehribon dadajonlari, duogo'y onajonlari bor. Salomat bo'lasiz, tug'ilgan kunni yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Hammaga shunday kunni tilayman. Qanday bo'lsam bo'lagan. Rahmat, salomat bo'ling otajon. O'g'lingizdan salomat bo'linglar. Hammaga. Ana. Xursand bo'ldingizmi otajon? Inshaalloh, albatta sevinch ko'z yoshlari. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab,